Bu ertaklardagi qo'rqinchli maxluqning ko'rinishi emas. Bu 14-asrda yuz bergan qora o'lat davridagi shifokorlarning kiyinish uslubi va niqoblaridir. Dahshatli qora o'lat butun Yevropani qamrab olgan o'rta asrlarda odamlarning tibbiy bilimlari juda sayoz bo'lgan. Tibbiyot butunlay ojiz bo'lgan desa ham bo'laveradi. Shifokorlar yomon havodan himoyalanish uchun qush tumshug'iga o'xshash niqoblar kiyib yurishgan. Ularning bu mashhur uzun tumshuqli niqoblari ichiga turli o'tlar va xushbo'y moddalar solinardi. Chunki odamlar kasallik havodagi badbo'y hidlar orqali tarqaladi deb o'ylashardi. Ammo afsuski ularning bu choralari hech qanday natija bermaydi. Kasallik tarqalgan paytdan boshlab atigi bir necha yil ichida butun Yevropaning qariyb yarim aholisi qirilib ketadi. Uzun tumshuqli ushbu niqoblar esa shunchaki o'rta asrlar qora o'lat davrining qo'rqinchli timsoli bo'lib tarixda qoladi.